Borak tumanida yangi obyektimiz ish jarayoni yakunlandi. Bu yerda biz X-Log Travetdan X-Log Polarovka, X-Log jemshug ishlari berilgan. O'rtalarida ham bunday perforatgullar, barglar. Shularning hammasi 100 ming so'm ichida. Hamma mahsulot ichida. Barcha viloyatlarga, barcha Qashqadaryo tumanlariga ikkita arka qo'yganmiz. Barglar. Uchta arka bo'lgan. Yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlari aloqaga chiqaverasizlar. Kamera sifati uchun uzr so'raymiz. Bizda hali oddiy kamera. Sizlarning natijangiz bilan nasib bo'lsa yangi kamera olishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.